Bugungi operatsiyamiz boshqacharoq operatsiya. O'zimni ukam, jigarim, 20 yoshli ukamni vazotomiya operatsiyasini bajaramiz. Ukam bir necha yillardan beri og'zini ochib uxlash, xurraga otish va tez-tez shamollashma shikoyat qilib yurardi va nihoyat bugun o'sha operatsiyani qilishga qaror qildik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Vazotomiya operatsiyasini boshladik. Ko'rishingiz mumkin, chanoqlar gipertrofiya bo'lib ketgan. Ancha yillar davomida burundan nafas olishga qiynalgan. Xudo xolasa, burunni chanoqlarni kuchaytirib, nafas olishini tiklaymiz. Ko'rishingiz mumkin, bemorni chanoqlarini vazotomiya qilib kuchaytirdik. Xudo xolasa, zo'r nafas oladi bundan. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Qiziqarli operatsiya. O'zim ukamni, ratni ukamni operatsiya qildim. Chanoqlarni kichiratish, ya'ni vazotomiya operatsiyasini qildik. Xudo xolasa, alhamdulillah operatsiyamiz zo'r o'tdi. Xudo xolasa natijani bir haftadan keyin ko'rasiz.